Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahar Bukhara City Imran Building loyihasida 8 qavatli elitli liftli uyning 4-qavatdan bir xonali, 2 xonali qilingan studiya formatdagi uyni obzorga yetib keldik. Eshikdan kirish qismi hol kutib oladi bizni. Holimizda ko'rib turganingizdek yumshoq mebellar qo'yilgan, kattagina stolik, oyoqdagi to'liq laminatlangan, bu tomonda TV zona qilingan. Uyimiz did bilan ta'mirlangan. Eshiklarimiz zakazli MDF eshiklar. Bu yerni siz yotoqxona sifatida yashashingiz mumkin. Nafis aboylarda ishlov berilgan, pardalar ilingan. Uyimiz 55 kvadrat metrni tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Endilikda oshxonamizni ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz eng sifatli oshxona mebellari, gaz plitasi, vытяжка, rakvina, kir yuvish mashinkasi, o'tirib ovqatlanish uchun zona ham qilingan. Oshxonamizning oyoqdagi kafel qilingan hamda teplый pol mavjud. Qolgan xonalarimiz turistik radiator bilan isitiladi. Sanuzul xonamiz совмещенный bo'lib, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud. Sanuzul xonamiz ham teplый pol qilingan. Uyimizni manzilini aytib o'tadigan bo'lsak, Buxoro shahar, Bukhara City Imran Building loyihasidan 8 qavatli elitli liftli uyning 4-qavatdan bir xonali, 2 xonali qilingan studiya formatdagi uyni ko'rib o'tdik. Albatta, ulgurib qoling. Narxlar hamyonbop narxda. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.